Aqlingizdagi insondan xabar. Aqlingizdagi insonni sizga qanaqangi xabarlari bor, sizga nima demoqchi, shu haqida ko'rib chiqamiz. Unda ikkita variant qilamiz, yoqqanini tanlaysiz. Aqlingizdagi insondan sizga xabar keldi. Birinchi variant aqlingizdagi inson, ikkinchi variant aqlingizdagi inson. Yaxshilab kartalarimizdan tanlang. O'zingiz uchun yoki o'chirim qildirmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni tagida nomerimni qoldiraman. Va unda boshladik. Birinchi variant. Aqlingizdagi inson sizga nima demoqchi? Aqlingizdagi inson, san qandaydir mandan yuqori pog'onadasan. Sani puling, hamma narsang, nima deydi? Sharoitlaring, hamma narsang mandan ustun, mandan yaxshi holatda. Qandaydir mandan bir pog'ona yuqoridasan. Qandaydir o'sha pul tomonlama, boylik, pul, martaba tomonlama ishlash joyingiz undan yuqoriroqmi, shu narsalarni aytyapti. Va san chiroylisan, go'zalsan, yaxshi ayolsan, qo'lingda hamma narsang yetarli deyapti. Yana sizga nima demoqchi, qanaqangi xabari bor? Nima demoqchi, qanaqangi xabari bor? Mani ishlarim hozir oilamda ozgina to'xtash bo'lyapti deyapti. Qandaydir ishlarimda ozgina muammo bor va qandaydir o'zimda ham ozgina muammolar bor. Hozirgi paytda to'xtab qolgandayman deyapti va bu inson bilan munosabatlaringiz ham hozirgi paytda to'xtab qolganga o'xshaydi. Sizga nima demoqchi? Nima demoqchi? Lekin men harakatimni qilaman sanga deyapti. Aqlingizdagi inson sizga chegara qo'yib qo'ygan bo'lishi ham mumkin, sizni bloklab qo'ygan bo'lishi mumkin yoki telefon qo'ng'iroqlaringizga, SMS-laringizga javob bermayotgan bo'lishi mumkin. Sizni nima deydi, chegaralab qo'ygan bo'lishi mumkin. Qandaydir sizga qilichlarni ko'targan holatda turibdi. Jahl chiqib, asabiylashgan holatda qandaydir tezlik bilan nima deydi, nimadirlar qilmoqchi. Birdaniga sizni bloklab qo'yadi va ertasi kun yana o'sha blokdan ochib qo'yadi. Siz xabar yozsangiz xabar yozmaydi va tezlik bilan yana sizga xabar yozishi mumkin. O'zi shunaqangi holatlarda turibdi. Nima demoqchi? Nima demoqchi? Sizga qanaqa gapi bor? Men sendan xafa holatdaman, sen meni o'ylayapsanmi? Men seni o'ylayapman deyapti. Qanaqa gaplari bor sizga? Men kurashaman, baribir kurashaman deyapti. Tezlik bilan senga qandaydir o'sha xabarlarimni yozmoqchiman yoki telefon qilmoqchiman yoki SMS yozmoqchiman senga deyapti. Lekin yo'llarimda ozgina to'siqlik bor. Menga qandaydir sehr keldimi yoki nimadandir mana shunaqangi holatga tushib qoldim. Yo'limda to'siq bor, lekin bu to'siqlarni men yengib o'taman deyapti. Ozgina og'ir yuklarim bor. Baribir men seni yaxshi ko'ryapman, senga nisbatan tuyg'ularim bor. Sen bilan bir oila bo'lishni, sen bilan xursandchilik qilishni, hattoki sizni nikohiga olgisi ham kelyapti bu inson. Hattoki seni nikohimga nima deydi, olgim kelyapti. Sen bilan bir oila bo'lgim kelyapti. Sen bilan uchrashgim, ko'rishgim kelyapti. Va nima demoqchi? Nima demoqchi? Sen bilan bir oila bo'lgim kelyapti, senga vafodorman, seni kechalari bilan o'ylayapman, senga tuyg'ularim cheksiz. Men seni haqiqatdan ham yaxshi ko'raman, qizg'onaman, seni sog'inaman. Qanaqa gapi bor yana? Nima demoqchi? Nima demoqchi? Qanaqangi gapi bor? Hozirgi paytda ozgina nima deydi, o'zim bilan o'zim ovoraman, lekin men kuchli insonman, sen ham kuchli insonsan. Biz baribir yana birga bo'lamiz deyapti hozirgi paytda. Men senga baribir qaytaman. Baribir men senga qaytaman, chunki men seni yaxshi ko'raman, senga nisbatan tuyg'ularim cheksiz to'lib toshyapti, sog'inganman, qiynalyapman, lekin hozirgi paytda ozgina munosabatlarimizni to'xtatib turishimiz kerak yoki ozgina xabarlashmay turishimiz kerak va bu narsalarni ozgina kamaytirib turaylik, keyin yana bir murosaga kelamiz degan gap so'zlari bor ekan. Ikkinchi variant. Aqlingizdagi insonni sizga qanaqangi gaplari bor? Aqlingizdagi inson sizga nima demoqchi? Aqlingizdagi inson sizga nima demoqchi? Ko'p o'ylayapman seni, ko'p o'ylayapman. Senga nisbatan qandaydir qarorlarni qabul qilishim kerak. Senga bergan va'dalarimni bajarishim kerak. Lekin buni uddasidan chiqa olmayapman. Men baribir harakat qilib ko'raman deyapti. Baribir harakat qilib ko'raman. Sen bilan bir oila bo'lishga, munosabatlarimizni yaxshi tomonga o'zgartirishga harakat qilaman deyapti. Lekin sen menga chegara qo'yma, sen meni nima deydi, bloklab qo'yma. SMS-larimga vaqtida javob ber yoki vaqtida telefon qil menga, vaqtida telefon qilsam javob ber. Nima deydi,
Manga qattiq-qattiq gaplaringni gapirma, manga ishonchsizlik qilma, manga ishon, deyapti aqlingizdagi inson. "Man seni yaxshi ko'raman-ku, manga ishon, man senga xiyonat qilmayapman-ku, man seni yaxshi ko'raman, senga nisbatan tuyg'ularim bilan kelsam, tuyg'ularim bilan turgan bo'lsam, sen nimaga menga ishonmayapsan? Nima sababdan menga shubhalaring ko'p? Nimaga menga chegara qo'yyapsan?" deyapti. "Nimaga bu munosabatni tugatishni xohlayapsan?" deyapti. "Man kutyapman seni, sen qaytishingni kutyapman. Yana avvalgidek bo'laylik. Man senga nisbatan tuyg'ularim, seni aytganingni qilaman. Keyin yana oldingidaqa bo'laylik, birga yaxshi hayot kechiraylik", deyapti. Hattoki sizdan farzand ham xohlar ekan bu inson. Hattoki sizdan farzandli bo'lishni ham xohlayapti. Yoki farzandi bo'ladigan bo'lsa, o'sha farzandini ham sog'ingan bo'lishi mumkin. Nima demoqchi? Aqlingizdagi inson nima demoqchi sizga? Nima demoqchi? Nima demoqchi? Qanaqangi gapi bor ichida? Qanaqangidir gapi bormi? Sovuqlashib ketdik. Bir-birimizdan ozgina uzoqlashib, sovuqlashib ketyapmiz, deyapti. Qandaydir bizga karta maslahat beryapti. Qandaydir bu munosabatga, ikkinchi variantni tanlaganlarga munosabatingizga ozgina nima deydi, sehr aralashuvi bor. Chunki bu yerda karma, oy kartalari chiqyapti. O'shaning uchun bu ikkinchi variantda sehr aralashib qolgan bo'lishi ham mumkin. O'shaning uchun qandaydir bu sehrlarni yechish qulupni kaliti mana bu erkak kishini qo'lida turibdi, deyapti. Bu nima degani? Erkak kishilarga, mullalarga, domlalarga aqlingizdagi insonni, o'zingizni nima deydi, o'qitib yuborishingizni kartalarimiz maslahat beryapti. Agar u inson siz bilan bormaydigan bo'lsa, hattoki rasmini olib, rasmiga qaratib o'qitib kelsangiz ham bo'ladi. Munosabatlaringiz yana yaxshi tomonga o'zgarib, tikalanib ketadi. Bu narsalarni kaliti shunaqangi bilimli insonni qo'lida turibdi, deyapti. Bu degani nima? O'sha domlalarga, mullalarga borib o'zingizni o'qitib yuborishingizni kartalarimiz maslahat beryapti. Rahmat hammaga.